Agar bu haqida bilmasangiz, aniq yaxshi mehmonxona tanlolmayapsiz. Birinchisi, joylashuvga albatta e'tibor bering. Agarda shahar markazidan yaqin joydan mehmonxona oladigan bo'lsangiz, bu transport va restoranlarga yaqin bo'lganligi sababli siz vaqtingizni va o'z mablag'laringizni tejab qolishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisi, Booking va shunga o'xshash onlayn platformalardan mehmonxonani bron qilish vaqtida albatta sharhlarga e'tibor bering. Sababi bu sizga aynan mehmonxonadan foydalangan insonlarning u haqidagi fikrlarini bilib, uni tanlashingizga yordam beradi. Uchinchisi, narx va yashirin to'lovlar. Ko'pchilik arzon mehmonxonalarga uchib, aldanib qolishlari juda ham ko'p uchraydi. Sababi arzon mehmonxonalarda ko'pincha xizmat ko'rsatish narxlari alohida to'lanishi talab qilinishi mumkin. Mana shu holatlarda siz hattoki qimmatroq mehmonxonadan ham ortiqcha narxlar to'lashingizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Bronni bekor qilish imkoniyati borligiga albatta e'tibor bering. Sababi har xil vaziyatlar bo'lib qolishi mumkin. Ba'zida reysga kech qolishingiz mumkin yoki bo'lmasam reys bekor bo'lib qolishi mumkin bo'lgan vaziyatlarda siz qilgan to'lovingizni qaytarib olish imkoniyati borligini albatta tekshirib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Siz mehmonxona tanlayotganingizda aynan nimalarga e'tibor berishingizni kommentariyada yozib qoldiring.